Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan arab tilidagi jim harfi bilan tanishib chiqsak. Xo'p, arab tilida jim harfi 4 ko'rinishli bo'ladi. Xo'p, birinchisi alohida holati quyidagi shaklda yoziladi. Katayni o'rtasidan boshlanadi. Shu shaklda yoziladi. Yana katayni o'rtasidan boshlaymiz. Shu shaklda yozamiz. Endi so'z boshi esa shu shaklda yoziladi. So'z boshi shu shaklda yoziladi. So'z o'rtasi o'zidan oldingi harfga ham, o'zidan keyingi ham qo'l beradi. Demak, shu shaklda yozib, o'zidan oldingidan ham qo'l olar ekan. Endi esa so'z oxiri shu shaklda yozamiz. O'zidan oldindan qo'l oladi va nihoyalanadi. Ya'ni mana. Demak, jim harfining alohida ko'rinishi jim harfining so'z boshi, jim harfining so'z o'rtasi va jim harfining so'z oxiri shulardan iborat.